Salom aziz do'stlar, bugun baxtli kun loyihasida kutilmagan bomba. Ketdik. 1, 2 ta, 3 ta, 4 ta. Bugun musofirlarga Shahzod akamiz uyiga tashrif buyurmoqchi. Hech kimni sovg'asiz quruq qoldirmayman degan maqsadga ega. Xudo xohlasa hammasini sovg'alar tarqatib ajoyib o'tkazamiz. Qolaversa, Shahzodjonimiz shu yerdalar. Hozir musofirga keldilar. Aka, kayfiyatlar qanaqa? Hozir qanaqa kirib boramiz? Kayfiyatlar go'l ekan. Ayam so'ldan kiradi. Kechikib qoldik, ruxsat bermay qolgan. Kelolmay qolganimizga sal kechikib mana kelyapmiz. Niyat bor edi. Ular YouTube'da, Telegramda kuzatib beramiz. O'shalarni ko'raman. Rahmat aka. Ota-onalar baxtli qolganman. Rahmat. Buni yesam nima deydi? Martaba Rahmat aka. erishib yuringlar. Rahmat. Eng qizig'i biz ayniqsa bunday qilmoqchi edik. Shahzod akani mana bunaqa oyoq kiyimni kiydirmoqchi edik. Lekin yo'q, biz unaqa qilmaymiz. Biz boshqa yo'lga o'tamiz. Mana Shahzod akani ajoyib oshnalar sherda, qalin, jigarlari deydi, qoni qiyomat do'stlar sherda. Bitta do'stga kiydirib qo'yamiz. Xuddi uydalar hozir borsak, o'zi kutib turgan aniq-da. Qaraydi, men Shahzod olib ayoqcha deb o'ylaydi. Ishda qaraydi, yechadi, lekin og'ayni sira qarab tanimaydi, bilmaydi. O'g'lingiz kelmadingizda Shahzod akamiz eng og'irda kirib keladi. Onajon tabriklaymiz. Onajon bizni videodan ko'rsak xafa bo'lmang. O'g'li sizni yaxshi ko'radi, shunday qildik. O'zi hammaga omad. Shahzod akaning oshnalariga ham lekin kattaga rahmat. Hammadan shunaqa oshna ko'paversin. Odamlarga yoqaman deb qancha urindim, xomutinni yoqaman deb qo'lim kuydirdim. Bugun o'chmas haqiqatni yetib tushundim. Meni onam suyganidek suymadi hech kim. Yor mehrini qozonay deb bo'ldim ovora, do'st mehriga ilinay deb chaldim nog'ora. Boshimni urgancha urdim anglab tobora. Meni onam suyganidek suymadi hech kim. Onam, 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 mehribon onam. Onam, 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 duogo'y onam. Onam, 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 chiroyligim onam. Tunlar bedor tutgan jannatim onam. Onajonlarim, otajonlarim biz bejizga kelmadik. Biz bejizga kelmadik. Sizda musofir degan Shahzod o'g'lingiz bor. Shahzod akamning nomidan keldik. Ajoyib Shahzod akamning sovg'a-salomlari kelganmiz. Onajonim, Shahzod akam aytdi, o'zi aslida siz tug'ilgan kuningizga sovg'a bermoqchi edik. Lekin biroz kechikdilar, lekin bo'lmay qoldi. Lekin xudo ochgan yetib keldik. Endi bilasizki, o'zaro sovg'alar kelishmay qiynaldi. Rahmat. Onajon, otajon yana bir sizlarni tabriklayman. Shahzod akamning sovg'alarni berib o'tib boshlaymiz mayli. Shahzod akam bobojonni bilasizmi? Bobojon o'rta ekan, qani. Bobojon sizni juda yaxshi ko'ragan Shahzod akam. Akam juda yaxshi ko'raman. Yurakda eng zo'r bobojon dedi. Sizga atalib ajoyib sovg'asi bor. Bu mana shu qarab turganlaringiz Shahzod nabirangizning yana boshqalari. Har doim yonida turar ekan. Qani otajonning sovg'asini bering, qani. Bu Shahzod akamning nomini sizga ajoyib sovg'alari. Ichidan ochib o'tsangiz, Shahzod o'g'lingiz siz uchun sovg'a siz uchun. Rahmat. Otajonim, onajonimga qo'sha qaring. O'sha siz ham xafa bo'lmang. Siz keng, o'jonim keng. Sizdan juda yaxshi ko'rar ekan. Shahzod bo'jonni bilasizmi? Sizdan tabriklar yubordi. Bo'jonim juda yaxshi ko'raman dedi. Juda yaxshi ko'ragan, yoshda katta qilagansizku. Bo'jon sovg'asi ham bu sizga, Shahzod aka nomidan. Shahzod nevarangiz nomidan. Rahmat. Bo'jon bu sizga sovg'a. Sizni juda yaxshi ko'ragan bo'jonimga sovg'alar so'rasan deb aytdi. Bo'jon tabriklayman. Shahzodjon otajon keng, qadarimiz bor. Keling otajon. Otajon,
Asad o'g'lingiz sizdan yaxshi ko'radi, sizdan unutganlar. Siz uchun ajoyib sovg'asi bor. Xulosa uni berib o'tamiz. Qani otajon sovg'asini berib qani. Ne var qo'lda? Qarang otajon. Islom. Islom. Mashinada ishlab tursangiz. Yo'q, ko'tarasan. Qarang, otajonim. Sizga qurban sovg'a emas. Keling siz, otajon sovg'asini berib olaman. Ana o'zing mehrini quchog'ini mana shu og'aynasan berardi. Quchog'ini qo'yib tabriklar qo'yasiz. Onajon, siz bizdan undan xafa bo'lmang. Просто siz tug'ilganingizdan o'tib ketdi. Shuning uchun bu o'zi asosiysi hamma sovg'alar siz tug'ilganingizdan kelgan. Ya rahmat. Xafa bo'lmang. Yo'q, xafa bo'lmang. Sizga xafa bo'lmayman, xafa bo'lmayman. Hali turibdi, uni ochganmiz o'zi. Rahmat, xafa bo'lmang. Oldin men Shahzodjonning ukalari bor ekan. Shuni chaqirib o'tamen, hozir men sizlarni aytgan. Hozir men Muhammad Yusufjon qani? Muhammad Yusuf kelsa oldimga. Keyin Ibrohim qani? Ibrohim. Ibrohim keyin. Ish bor Ibrohim. Islomdek bo'ri qani? Bo'ri. Keyin Asalbekjon qani? Yo'q, kelgan yo'q. Muhammad Amin. Muhammad Amin bor. Sherdami? Qo'rqib qani? Mo'jiza sherdami? Qani? Kim? Asela xonim. Asela kelgan yo'q. Sazokasi keling. Mana shu yerdan qarang, sazokasi keling. Sazokasi ichida qarang. 6 ta mashina olgan. Mana klass beruvdi. Asela xonni ayajonsiz kim dedi? Opajon, mana buni Aselaga. Aselaga beradi. Va, Muhammad Amin. Sovg'a jo'natdi Shahzoda akang. Sovg'alar muborak bo'lsin. Alloh taolo o'tadi. Rahmat. Xo'p, onajon qarang. Xudo aytamiz. Bugun siz tug'ilganingiz mana shu aytamiz sizga sovg'a edi onajon. Rahmat. Siz tug'ilgan kun uchun kelgan. Rahmat. Hozir muzika qo'yaman onam haqida. Bitta o'ynab berasiz, manimang. Mana aytaman, o'shalari sizlar qo'llab turadi, onajon bitta kayfiyat ko'taradi. Otajon ayamiz. Baxtu davlat boshimdagi toj, kuy alanga yangrar dilxiroj. Baxtu davlat boshimdagi toj, kuy alanga yangrar dilxiroj. Farishtadek yoyib qirq quloch, davralarda o'ynasin onam. Farishtadek yoyib qirq quloch, davralarda o'ynasin onam. Bolam debam bo'lar fidoyi, orzulari poktur samoyi. Bolam debam bo'lar fidoyi, orzulari poktur samoyi. Yorug' yuzligim go'zal nuroniy, davralarda o'ynasin onam. Yorug' yuzligim go'zal nuroniy, davralarda o'ynasin onam. Qo'l ukajon qo'rqmas bahodir, ona duosiga har nega qodir. Qo'l ukajonim qo'rqmas bahodir, ona duosiga har nega qodir. Xizmatida bo'layin hozir, davralarda o'ynasin onam. Xizmatida bo'layin hozir, davralarda o'ynasin onam. Rahmat. Hozir aytisham sekinroq qulog'im keldi-da. Aytisham onajonga o'xshaykan dedi. Shu bitta quchoqlab qo'ysa rozi bo'lasizmi? Keyin Ayashjon bitta onajon quchoqlab qo'ying, aytdingizga boya. Shunday quchoqlab qo'ying shunday. Onajon endi siz onasi o'xshab o'tirgansiz-da. Nima deysiz endi? Onajon qarang, to'xtang. O'zi bu sovg'alar. Nima deysiz opajon? Ayiqcha qolib ketdingizmi? Tushunadigan opa ekan. Qarang. Onajon, bu ayiqchada kim bor deb o'ylaysiz?
Shahzod var, Shahzod. Opa, sizga kim aytdi? Shahzod yo'q. Kim aytdi bugun? Kim bor deysiz, onajon? Shahzodjon bor. Shahzodjon bor deysizmi? Aytsa, bor. keyin Shahzodjon bitta ochiq oyoq tabriklab qo'ying. Shahzodjon. Yeching boshlig'imizni. Shahzod. Ya! Ya! Shahzod qani? Ya! Ya, Shahzod qani? Onajon, uzr lekin bu aeroportga keyincha almashtirib qo'yamiz. Ya? Shahzod top beringizlar. Yo'q. Shahzod siz adashmaysiz. Shahzod top beringizlar. Onajon yaxshilab qarang, Shahzodda balkim. Qarangchi. Onajon, uzr endi bari aytmasak bo'lmaydi. Ona, sizni tabriklaymiz. Rahmat. Xursandchilik chiqdi. Rahmat. Otajon, sizni ham tabriklayapti. Onajon, sizni ham hammalari Shahzod yaxshi ko'radi. Opajon, to'g'ri aytdingiz, aytsangiz siqilib ketdi, lekin siz yordam qildingiz. Xafa bo'lmayman. Xudo olsa bu safar keladi, o'zingiz nasib bo'lsa. Kelolmadi, aytdi. Kelolmasning sababi aytdi, ishlamasam bo'lmaydi men dedi. O'zi pul topib, xudo olsa kuchayib keyin kelamiz dedi. Lekin baribir sizlarni yaxshi ko'rar ekan. Rahmat. Bizlar ham yaxshi ko'ramiz. Umr o'zi. Endi bunday qilamiz. Yaxshi ko'rsangiz, Shahzod akamga bitta aytdilarga aytdingiz, kameramizga qarata. Kamerangizni qaratib, shu eshitadi bizda. Nima deymiz? Shahzodjon umr uzoq bo'lsin, yigitlar qo'llasin. Shunday. Bir topsam ming bo'lsin, umr uzoq bo'lsin, rizqi butun bo'lsin. Musofirlar va hammani Xudoyim o'zi asrasin. Yigitlar qo'llasin. Uzoqdagilar hammasi eson-omon kiysin. Dardlaringiz to'kib soching yayrasin dil, armonlarga to'lmasin hech ko'ngil. Omadimni hadiya etdi qarang taqdir, yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Ko'zlarimiz dardli yoshga to'lgan edi, dilda tashvish jonimizdan o'tgan edi. Yurak sho'rlik barchasiga ko'ngan edi, yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Hammasi borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam, onam. Hammasi sizni borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam, onam. Bolam, bolam, jon bolam, jonim bolam, jon bolam. Ado bo'lgan sen emas, meni o'zim jon. Sen bo'lsa jilmayib kulay, otamni bir quchoqlab qo'yay. Otamni, otamni suyangan qulog'im, ishongan dog'im otam. Otamni, otamni davlatim boyligim qiblagohim mani otammi. Rahmat sizga. Rahmat. Onajon,
Sizdan xafa bo'lmang. Yo'q, nima. Rahmat sizlarga, rahmat. O'g'lingiz farzand sizdan yaxshi ko'raman. Rahmat. Sog' bo'lsin. Men ham yaxshi ko'raman, bolam umri uzoq bo'lsin. Bu fursatni Shahzodaga men Rahmat. Bizlar ham kutdik, rahmat. Bizlar ham kutdik. Joni sog' bo'lsin bolamni, umri uzoq bo'lsin. Umri uzoq bo'lsin. Onangiz yaxshi ko'rib aytishingiz fursat bo'lgan. Buni aytsangiz bo'lar aka. Dada, sizlarni yaxshi ko'raman. Rahmat, rahmat o'lim. Baxtingiz sog'lom bo'linglar. Rahmat, rahmat o'lim. Bizlar ham seni yaxshi ko'ramiz, umring uzoq bo'lsin. soni minnatli bo'larkan o'zganing noni, lekin ota onangga kelmaskan maloli, bo'zlab qolma yo'qotgach hidlab ro'moli. Mehribonim onam, beazorim onam, beg'uborim onam, onajonim onam, mehribonim onam, beazorim onam, beg'uborim onam, onajonim onam. Chiqaman. Onajonim, to'g'risi bizda boya xafa bo'lmadingizmi? Yo'q, nima xafa bo'laman? Nima xafa bo'laman? O'g'lingiz eson-omon, sog'-sog' oldingiz keldi. Rahmat sizlarga, rahmat, rahmat. Bunaqangi baxtli kunlar hammaga ham nasib qilavermaydi, onajonim. Rahmat, Bugun shunday, mana shunday. Shahzoda akamga bitilganiga mana shu kun Shunday, bo'ldi, rahmat, rahmat. Onajonim, sizlar Rahmat, ko'nglingiz ko'targan bo'lsa, Shahzoda akam juda rahmat aytamiz, rahmat, akajon. rahmat. Sizdek farzandlar Xursand bo'lib, ko'paversin, aka. rahmat. Shunday bo'lsin, hamma bolalar shunday bo'lsin, shunday bo'lsin. Chiqolmayapti, chiq. Yo'q, Bu chiqolmayapti. hayajonlantirsa kerak. Otajon, men sizga onsizdan aytib beraman. Bitta o'g'lingiz o'zingiz farqi bor. Bu aslında qiladi. Siz bu odam olamiz. O'zingizni aytachingiz bo'lsin. Ha, joni sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin, kim nima aytsa bizni niyat aytsin. Xudo baxshi, Xudoning ko'zim bo'lsin. Nasib etsa ham borib kelaversin. Shu og'aynilarim ham, do'stlarim ham umri uzoq bo'lsin. Oyim sog' bo'lsin. Shunday bo'lsin, umri uzoq bo'lsin, rizqi butun bo'lsin. Onlarim sog' bo'lsin. Shunday bo'lsin, hammalaringizga rahmat. Aytganingiz kelsin. Siz joyda? Begzod. Akangizga Kexambek Shahzod aka olib. Bundan. Yakka toyimdan. Onam qanday? bo'lmasa, aka ukalar bitta quchoqlab qo'ysa, Shahzod aka, Begzod aka bitta quchoqlab qo'ysa. Yana bir tabriklayman. Rahmat, rahmat, rahmat. Shunday bo'lsin, rahmat sizga. Hop, hammaga salom. Bugun Shahzod oshnamiz Rossiyadan kelib, uzoq yurtdan kelib, ota-onasi shuncha qilib degan. Men bizga qo'ldan kelgancha yordam berdik. Nasib etsa bunday bayramlar ko'paysin. Shahzod oshnamizni ham tabriklab qolamiz. Nasib etsa ota-onasining xizmatini qilib, duosini olib yurish nasib etsin bizga. Hammaga assalomu alaykum. Hamma yaxshimi? Mana Shahzod do'stimni bugun ota-onasi oldiga yaxshi chaqirdik, keldi, tabrikladi. Xudo xolasa Shahzod do'stim yaxshi ishlarda yana ishlab, ota-onasini xohlaganday inson bo'lsin, Xudo xolasa. Assalomu alaykum. Tashrif buyurgan hamma. Shu do'stimning kelishini sovg'a salom bilan yaqinlariga, ota-onalariga sovg'a salom qilib ketdi. Shu do'stimizni omadini bersin doim, yaqinlarning baxtiga, ota-onasining baxtiga sog' salomat bo'lsin. Ey do'st, boringga shukr do'st, borliging yaxshi. Ey do'st